Nima uchun ba'zi odamlar sovqatadi, ba'zi odamlar esa qish kunida ko'chaga chiqarib qo'ysang ham umuman sovqatmasdan yuraveradi. Sababi ayrim odamlarning qonining tarkibida temir kam bo'ladi. Gemoglobin kam bo'lganligi sababli to'qimalar kislorodga bo'lgan ehtiyojini qondira olmaydi va tananing chekka qismlarida sovqatish paydo bo'ladi. Bundan tashqari kislorod yetishmaganligi sababli qalqonsimon bezi o'z faoliyatini sekinlashtiradi va organizmda moddalar almashinuvi, ya'ni hamma kimyoviy reaksiyalar sekinlashadi. Issiqlik ishlab chiqarilishi kamayadi. Shu sababli agarda sovqatib qolayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda qoningiz tarkibida temir yetarlimi? Ikkinchi navbatda esa qalqonsimon bezingiz uchun kerak bo'ladigan yod elementi yetishmasligi yo'qmi sizda? Shu narsalarni tahlil qilib ko'ring. Agarda yod yetishmasligi holati bo'layotgan bo'lsa, yechimi oddiy. Shunchaki endamarin. Bu tabiiy suv o'tlaridan qilinadi va yodga bo'lgan ehtiyojingizni to'liq qoplaydi. Mana bunaqa shirin, soq ko'rinishida bo'ladi. Ichib sovqatmasdan yuravering.